Hozirgi kunda shunaqa videolar ko'p ko'rib qolyapman. Уже hozir sal pasayib qoldi. Ya'ni 70-75 legenda deb qichqiradi. Ya'ni bu yerda nafaqat millatchilik, mahalliychilik ketyapti. Viloyatchilik, qabilachilik deydi. Ya'ni 70, ya'ni men Qashqadaryo, Surxondaryodanligim uchun faxrlanaman yoki boshqalardan o'zimni ustun ko'raman deydiganlarga hozir gapim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Sanadlarini ham kelib qo'yaman. Buxoriyda, Muslimda ham kelgan bo'lishi mumkin. Yozib qo'yaman pastga. Kimda kim rububiyatga chaqirsa, ya'ni millatchilikka chaqirsa, millatchilik qilsa, otasini asbobini tishlasin. Bu sahih hadis. Mana kimda kim 70-75 deb boshqalardan o'zini ustun ko'rsa, shunaqa qotganlar borib otasini asbobini tishlasin. Yoki Toshkentlik bo'lib turib, eski shahar, kallaxona отвечает deb Toshkentlik bo'lib o'zini boshqa viloyatliklardan katta oladigan bo'lsa, boshqa viloyatni mensimasdan ularni harib deb masxara qilib katta oladigan bo'lsa, ular ham borsinda otasini asbobini tishlasin. Yoki de boshqa viloyatliklar Toshkentliklarni pastga urib, o'zini biz viloyatlimiz, biz ulardan ustunmiz, bu Toshkentliklar quruq deb, kamsitib, ya'ni mahalliychilik qilsa, borsin otasini asbobini tishlasin. Yoki yana bitta komment ko'rdim. Unga ham 3-4 oy oldin hozir kamayib qoldi. Tojik millatlar kamsitish ketyapti. Izohladi. Tojiklar bir baloyimdan past deb rep etib, kim o'zbek bo'lib turib tojik birodarlarini haqorat qilsa, borsin deb otasini asbobini tishlasin. Yoki tojiklar o'zbeklarni haqorat qilib, o'zini o'zbeklardan ustun ko'rsa, borsin deb otasini asbobini tishlasin. Bu sahih hadis borki, bu millatchilik juda sassiq narsa dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Keyin yana qo'shimchasi aytildi, kimda kim millatchilik qilsa, rububiyatga chaqirsa, borsin deb otasini fardini tishlasin deb gapirganlar. Yoki misol uchun siz o'zbeksiz, siz uchun bitta masalan Toshkentliksiz, Toshkentlik ateistdan ko'ra bu G'azodagi musulmon siz uchun birodaringiz bo'ladi. Siz uchun yoki Qashqadaryolik ateistdan ko'ra Sudandagi musulmon birodaringiz siz uchun yaqinroq bo'ladi. Dinda millat yo'q. Musulmon qora tanli bo'ladimi, afrikalik bo'ladimi, fransiyalik, germaniyalik bo'ladimi, tamom u sizning birodaringiz. Allohu alam.